kelar yili Xitoy vaziyatida qandaq o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Abdori Asiya Uyg'ur. Yaqinda ma'lum bir jurnalda 2019-yili Xitoy duch kelish ehtimolligi bo'lgan 10 turlik krizis radga tizib e'lon qilinibdi. Bu 10 krizisning birinchisi Amerika-Xitoy savdo urushi keskinlashib, Amerika-Xitoy munosabatlari texmi cho'ng to'qinish bosqichiga kirdi. Ikkinchisi Xitoy iqtisodi tez suratda chekinib, ishsizlik nisbati o'rlaydi. Uchinchisi Shimoliy Koreya yadro qurollari masalasi kontrolligini yo'qotib, Amerika bilan Xitoy orasida to'qinish yuz berishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi millionlagan Uyg'urlarning Nazi kamplariga qamalishi Uyg'urlar va qo'shni ellarning qattiq qarshilig'iga uchraydi. Beshinchisi Xristian va katolik diniga qilingan buzg'unchiliklar natijasida qarshilik kuchaydi. Altinchisi pensiyaga chiqqan harbiylarning qarshilik harakatlari avj oladi. Yettinchisi ishchi xizmatchilarning qarshilik harakatlari kuchaydi. Sakkizinchisi bir balvoq bir yo'l strategiyasi to'sqinlikqa uchrab, chegara rayonlarda bexatarlik masalalari nacharlashishga boshlaydi. To'qqizinchisi saxta vaksina, yemaklik, bexatarlik masalalari. 10-si siyosiy tuzilma islohotini qandoq amalga oshirish, qonun bilan davlat boshqarish, kishilik huquq qatorliq masalalar o'ttirg'i chiqadi. Bu 10 turlik Xitoy hokimiyatiga besim paydo qiladigan masalalar qatoriga Uyg'urlar masalasi 4-o'ringa kirgizilgan bo'lib, ya'ni savdo urushi, iqtisod chekinish, Shimoliy Koreya masalasining keyniga tizilgan. Bu demak, Uyg'urlar masalasi Xitoyning hokimiyatiga tahdid elib kelish ehtimolligi yuqoridagi 3 turlik ishdan qolsa, muhim o'rinda turadi deganlik. Biz buningdan Uyg'urlar masalasining xalqarada qaysi darajada to'nilganligini va navbatda Xitoyning xalqarani lagerlar masalasida aldamchilik qilishga va irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'zining qo'llag'uchi do'st davlatlardan kelgan tekshiruvchilar bilan ishlagan saxta tashviqot filmlari va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirish o'mikidikilar uchunmi tayyor loyilab qo'ygan saxta o'yinlari bilan aplab-saplab o'tkazib etish, dunyoning ko'zidan yo'q qilish va Uyg'urlarni dunyo jamoatining noroziliksiz butunlay yo'q qilish uchun butun kuchi bilan otlanganligini ko'rib olishimiz tas emas. Ya'ni navbatdagi Uyg'urlar masalasi Nazi kamplariga qamalgan millionlagan Uyg'urlar va boshqa qarindosh millatlarning hayoti va barliq erkinliklardan mahrum bo'lishi badaliga xalqaroliq cho'ng bir masalaga aylandi. Ya'ni Xitoy hukumatining jinoyat o'tkazganligi va davomliq jinoyat o'tkazayotganligini dunyo jamoati bildi. Bizning masalamizning xalqaroliq masalaga aylanishi biz uchun intayin foydali sharoitlarni hozirlagan bo'lib, yangi bir yilda biz bu sharoitlardan unumli foydalana olsaqla, cho'qim kishini xushal qiladigan zo'r natijalarga erishishimiz mumkin. Navbatda
haqiqatanmi Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo majrasi oxirgi tanlash bosqichiga kelgan bo'lib, Prezident Trumpning talabi bo'yicha 2019-yili 1-martdan burun Xitoy cho'qim Amerikaning barliq talablarini o'rinlash kerak. Ammo Xi Jinpingning yaqinqi inkosidan qarag'animizda, u o'zgartishga tegishliklarni o'zgartimiz, o'zgartishga tegishlik bo'lmaganlarni qat'iy o'zgartmaymiz degan bo'lib, uning bu so'zi Xitoy ichi va sirtida nihoyatda kuchli g'ulg'ula paydo qildi. Demak, Xi Jinpingning Trump bilan savdo kelishimi hosil qila olishidan umid cho'ng emas. Xi Jinping islohot qilishni xohlamaydi. Chunki Amerikaning talablari bo'yicha Xitoyda chet el korxonalarining cheklamasiz mablag' selib taraqqiy qilishiga yo'l qo'yish, internetga tam qo'ymaslik, ya'ni internetni butunlay echib o'tish, chet el mollariga bojni kamaytish yoki yo'qotish qatorliqlarni o'rinlashga qo'shilsa, echib o'tilgan internet orqali Xitoy hokimiyatining asli qiyofati Xitoy xalqiga oshkorlandi. Chet el korxonalarining cheklamasiz Xitoyga mablag' selishi va Xitoyning chet el egiligidagi korxonalarga beradigan yordamni to'xtatishi natijasida Xitoyning hukumat egidorchiligidagi korxonalarning chet el korxonalari bilan bo'lgan raqobatdagi afzalligi yo'q chiqdida vayron bo'lishga yuzlanadi. Chet el mollariga elinadigan bojning bekor qilinish natijasida Amerikaning va boshqa davlatlarning sifatlik mahsulotlari arzon bahoda Xitoy bozoriga kirdida, Xitoydagi sifatsiz mahsulotlar bozordan siqib chiqariladi. Bundaq bir ahvollarning yuz berishi Xitoy kelgusiga bevosita tahdid elib keldiganligi sabab Xitoy hukumati Amerikaning talablarini qabul qila olmaydi. Demak, 3-oyning 1-kunidagi Xitoyga berilgan muhlat eng oxirgi muhlat bo'lishi kerak. Agar Trump Xitoyning vaqt xo'rtib maqsadiga yetish yilisiga oldinib qolmasa, 1-martdan keyingi ishlar boshqacha davom qilishi mumkin. Yaqinda biz Xitoy iqtisodida chekinish bo'layotganligi va chet el korxonalarining Xitoydan ko'plab chekinayotganligini xabarlardan ko'rib turibmiz. Turli voqealar shuni ko'rsatib turibdiki, Xitoy kommunist hokimiyati navbatda ishchi va sirtdan kelgan qattiq besim ostida oldiga mangsimi, keyniga chekinsimi, halokatdan boshqa bir natijaga erisholmaydiganligi bora-bora o'rtaq qarashqa aylanyotidi. Davomi bor.